Assalomu alaykum aziz birodarlar. Biz yana paxta maydoniga keldik. Rayon bo'yicha paxtalar oz ekildi deb bizi bir dehqon do'stimiz 1 gektardan oshiqroq yerga paxta ekkan edi. Bu o'tgangi Xitoyliklar ekkandaqa bir agatda 4 qator emas. 60lik qilib oddiygina plyonka ostiga olib 2 qator ekilgan. O'sishi hamma yo'g'i yaxshi, lekin qo'l mehnati kerak bo'lib o't bosib ketgan. O't uni ustiga yana shira ham tushib ketgan. Bu kecha kultivator soldirdi. Endi shiraga qarshi Mosplan degan dori bor, bilasizlar. Shundan sochaman deb turibdi. Mana paxta. Paxta bu yil 65 so'mdan oshib ketsa kerak degan o'ylar ham bor. Endi uni Xudo biladi. Lekin paxta zavodlarida paxtalar turibdi. Savdogarlar ulgurjasiga arzon bo'lsa ham sotib yuboryapti. Klient chiqqaniga so'yinishib. Chunki paxtani oladigan davlat qolmadi shekilli. Asosan O'rta Osiyodan Rossiya olardi. Rossiya urush bo'layotgani sababli paxta ham uncha olmay qoldi. Deyarli olmayapti. Shunga mana paxta ekkan dehqonlarni ham soni ozayib ketdi. Mana shu bizning qishloqda bitta shu odam paxta ekkan. Uni ham shira bosib ketibdi. Mana salqin havo, namgarchilik ko'p bo'lganligi sababli shira bosib ketgan. Mana shiralarni ko'ryapsizlar. Shira juda avjida. Bugun tushdan keyin traktordan o'sha ximikatlarni sochmoqchi. Mosplan, asosan Mosplan sochiladi shiraga qarshi. Mana shunday gaplar mana. Umuman olganda paxtaning rivojlanishi yaxshi, o'sishi yaxshi. Hamma o'g'itlari solingan. Faqat shiraga qarshi dori sochib qo'ysa bo'ldi. O'sishi hamma yo'g'i yaxshi. Mana shiralar deyarli yoppasiga bosib ketgan. Shira yeyapti paxtani. Bu ko'pdan beri qaramagan ekan. Ertalab ko'rib dori traktorlarda gaplashgani ketdi. Tushdan keyin sochadi. Davolasa mana bu yerda arichilik bilan ham shug'ullanadi. Arilar ham bor. Mana paxtani maydonining umumiy ko'rinishi 1 gektardan oshiqroq. Bu yil piyoz oz ekilgani uchun piyozlarning narxi oshib ketgan kabi paxta ham oz ekildi. Narxi balkim baland bo'lib ketar. Xaridorlar ko'payib ketishi ham mumkin. Buni endi vaqt ko'rsatadi. Shunga paxtachilikni ham tashlamasdan ekib turish kerak deb o'ylaymiz. Aziz birodarlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmaysiz degan o'ydamiz.
Podpiska va like sizlardan. Hamma dehqonlar salomat bo'lasizlar. Kanalimizga obuna bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamma dehqonlarni xirmoniga baraka tilab qolamiz.